Assalomu alaykum. 2025-yil 13-may sanasi bugungi chislamiz. Qulupnaylarimiz italyanskiy Cleri navli qulupnaylar. Qulupnaylarning bugungi holati ana shunday holatda bir 7-8 marta terim qildik. Hali ham mevalari mashalloh yaxshi. Qulupnaylarimizga bugun izobion degan ozuqa sepdik bargidan. Izobion ozuqasi bu mevalarni yiriklashtiradi. Izobion ozuqada aminokislota bo'lgani uchun o'simliklarda stressga solmaydi. Stress mana kun issiq bo'lyapti. Kunning issiq paytida ba'zida qulupnaylar stressga tushib qoladi, mana barglari bunday bujimayib, bunday to'lib qoladi mana shunday bo'lib. Shu stressga tushib qolganda. Bu izobionda aminokislota bo'lgani uchun qulupnaylarni stressga chidamli qiladi, stressga tushmaydi aslida. Keyin qulupnayning hozirgi paytda eng ashaddiy dushmanlaridan bittasi o'rgimchakkana. O'rgimchakkana ham urchisa bosib ketadi, uni yo'q qilish qiyin bo'ladi. Shu o'rgimchakkanaga tushishni oldini olish uchun qulupnaylarga bargidan quruq suvning o'zini bo'lsa ham sepib turish kerak. Chunki o'rgimchakkana suvni yoqtirmaydi. Issiqda tez ko'payib, issiqda ko'payib ketadi o'rgimchakkana. Shuning uchun quruq suvning o'zini bo'lsa ham qulupnaylarning bargidan sepib tursa, o'rgimchakkana tushishining oldini oladi. Hozir mevalar ayni pishib, terim bo'layotgan paytlarda qulupnaylarga zahar sepmaslik kerak. Biopreparatlardan foydalansa bo'ladi hasharotlarga qarshi. Qulupnaylarimizning bugungi holati mana shunday. 7-8 marta ulardan terim bo'lgan. Keyin izobionda tarkibida azot bor. O'stiradi u. Shuning uchun ko'p sepib bo'lmaydi. Izobionda ham haddan tashqari. Agar izobiyonni ko'p sepib yuborsa, tarkibida azot bo'lganligi uchun mevalarni bo'shatib tashlaydi, yumshoq qilib tashlaydi. Uzoq yo'lga tashishga olib borib sotguncha ezilib shunday bo'lib qoladi, agar ko'p sepib yuborsa izobiyonni. Qulupnaylarimizning bugungi holati mana shunday. Agatlarimizni bu ariqning o'rtasidan narigi ariqning o'rtasigacha 1.20 qilganmiz. Shu 1.20 sal maydalik qilar ekan. 1.40 qilsa ham bo'lar ekan. Mana o'rtada shamol aylanishi yaxshi bo'lar ekan. Keyin qulupnaylarni o'tirib terayotgan paytda bir tarafga odam tegib qulupnaylarga tegib ketib ketaverar ekanda. Agar sal mana orasi kengishroq bo'lsa, qulupnaylarga ziyon bermaydi. Ham shamol aylanishi yaxshi bo'ladi. Agar qulupnaylar haqida yana qanday ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyalarga yozsalaringiz, keyingi videolarda bilganimizcha qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Yillarni kecha terim qilganmiz. Italyanskiy Cleri navli qulupnay. Clerining yana bitta yaxshi tomoni ko'rinishi ham chiroyli bo'lar ekan. Pishganlari yaltillab turadi. Keyin ta'mi ham boshqa qulupnaylarga nisbatan sal shirinroq bo'lar ekan.